Yo'q, mister qolib ketdi. Tezda nima qilamiz endi? Mister, bilmadim. Hozir o'ylash kerak. Mestro! Ha, mestro. Bo'lmaydi buni. To'xta, boshqa eshik. Bu qanaqa reja qilish kerak? Boshqa eshik ham yo'q kirishga endi. Balkim tepadan boshlay bo'lmaydimi? Yo'q, bu oxirgacha bormagan, ularni ham. Bunda 4 ta eshik bor. Voy, nimaga kirdi o'zi? Nimaga kirdi? Menimcha meni gapimdan xafa bo'lgan o'sha kuni. Nimaga gapirdim men shuni? Ay, To'xtamay o'zimda. nima qilamiz, nima qilamiz? Stop. Balkim u trader qanaqadir kirib buni olib chiqish usulini o'ylash kerak. Nima qilamiz bunda? Reja tuzamizmi? Boshqa nima qilamiz? Kirishga men qo'rqaman lekin. Qarang, qancha qo'rqsa ham kirish kerak esa bu ikkovimiz boshqa nima qila olmaymiz, uni olib chiqmasak. To'g'ri. Endi ketdik, yuring, xaritani tuzib, короче, xaritani olib nariyoqqa borib gaplashishimiz kerak. Reja, bugun siz aytganingizdek reja tuzamiz. Hammasini tubdan o'ylab chiqamiz va albatta to'g'ri kelsa, ertalab yo'lga chiqamiz, bo'lmaydimi? Ertalabgacha o'g'aynim tirik qolsa bo'ldi. Da, Mayli, boshqa ilojim yo'q. Ketdik, nimadir qilaylik. Men qani xarita qayerda? Xarita men yangi mana bilmayman yo'lda. Xarita qayerda? Bu yoq deydi, ketdik. Xarita qara o'rmonning ichida. Eshigi qayerda edi? O'sha xayollar hamma yoqqa ketib qoldi. Bu yoqdan kirsa bo'lardi adashmasam. Xaritani olib kelish kerak. Tizir? Nima qolib ketdingiz yana? To'xtang, xarita yo'qda emas u. Oldin bolalar bilan ana majlislarga borgandik-ku, o'sha yerda yo'q xarita. Xarita o'sha kun nariyada turdi, nimaga yo'q o'tqizdingiz? O'rmon ichiga yo'l uzoq deb majlislarga qo'rqib o'sha yerga bordik-ku. Davay yuring o'sha yerga. Yo'l boshlang. Ketdik tezroq majlislarga borib tezroq reja tuzish kerak. Kichkinada yurish ham. Chiqib men tirik olsa bo'ldi, boru. Yo'qolmayapti. Tirik bo'lish kerak u meni o'g'aynim. Bu ko'p yashagan. Tirik bo'lish sirlarini biladi u. Davay tezroq yuring, kirish kerak tezroq. Bo'ling, tez kiring. Xarita qani? Kiring tezroq, xaritaga